Diqqat aholiga tezkor xushxabar. Endi soliq to'laganingizda o'zingizga 50% qaytarib beriladi. Tezda barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklariga qo'shimcha qiymat solig'i to'lovining 50% qaytariladi. 2025-yil 1-apreldan 2028-yil 1-yanvargacha chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklari tomonidan budjetga to'langan qo'shimcha qiymat solig'ining 50% har oyning 25-sanasigacha qaytarilishi tartibi joriy etiladi, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklarni bizning kanaldan kuzating, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.